Endi mayli, o'zingiz uveringiz bo'lishingiz boshqa narsa. Sizga ishongan odamga, qarang. O'ylangda, qarang. Sizga u odam ishonyapti va siz ishonmaysiz o'sha kursdan keyin o'sha odamga rezultat bo'lishiga. Siz multimillioner sifatida unga ishona olasizmi yo'qmi? Tushundingizmi? Mantiqiy yakun nimadan iborat? Nimaga men ularga har bittasiga depozit bermoqchiman, tushundinglar? Endi ko'paytiraylik 300 ni masalan. 300 ni 5000 ga. O'sha to'langan 1,5 million dollar ularga investitsiya ko'rinishda qaytib ketyapti. Yoki balki 10 ming berarman balki. Har biriga. Rezultatga qarab. Da. Yo'q, men o'zim o'shani o'yladim-da. Keyin yordamchim bilan o'tirib o'yladik-da. Qilingan foydaga investitsiya berishga qaror qildik. Tushundinglar? 5000 dollar, 500 dollar, to'g'rimi? 500 dollar daromad qilsa, yana 5000 qo'shamiz ustiga. Ya'ni o'zini riskka qo'shilib ketaveradi depozit ustiga. 1000 dollar qilsa 10 ming qo'shiladi. 2000 qilsa 20 ming. Ya'ni qilingan foyda ko'p bo'lmaydi 5000 dollardan. Lekin biz unga investitsiya qo'shib ketaveramiz, tushundinglar? Va endi bundan maqsad boygi narsa o'zi. Sizlarga ko'rsatgan narsani tushundinglarmi? Hozir 300 ta odamni ustiga yana 300 ta odam qo'shiladimi? 600 ta trader bo'ladimi? Har bittasi mani avtorskiy programmamni o'qiganmi? Trade qiladimi, savdo qiladimi? Yana har kuni yana 200-300 dollar qo'shiladi, tushundinglar? Yana passiv da payt kelib, mani qo'limda 10 mingta trader bo'lishini xohlayman-da. 10 mingta trader bor-ku, kuniga 5 lotdan ishlasa, hisoblay olmaysizlar qanaqa. 10 mingta trader 5 lotdan, это просто hozir kalkulyator bilan sig'adimi yo, men sizlarga hisoblab beraman. Hozir qarang, 10 ming dollar, 10 mingta odam 5 lotdan ishlasa, 50 ming lot bo'lar ekan. 50 ming lotni ko'paytiramiz 5 dollarga. 250 ming dollar kuniga. Da, ko'paytirda haftasiga 1 million dollar, oyiga 4 million dollar, yiliga 50 million dollar bo'lar. 50 million dollar bo'lar ekan yiliga. 50 million dollar. Примерно с учетом milliardga qarab yursa bo'lar ekan, 5-6 yil ichida. Вот meni masshtabim, meni to есть nimaga, to есть просто odamlar bor-ku, bunaqa masshtablarni tushuna olmaydi-da. Natijada albatta o'sha kurs haqida gapirgan odamni biz обязательно kursdan daromad qiladi deb o'ylaydi, tushundinglar? Eng qizig'i, men sizlarga ko'zingiz bilan ko'rdinglar nima bu? Nima, to есть nimalar qilyapti? Ko'zingiz bilan ko'rdinglar, to'g'rimi?